Shu peshqadamlar ishtirokida bo'ladi. Qizil rangli libosda o'ynaydi. Nasaf oq rangli formada to'p suradi. Bunyodkor Nasaf 4-2-3-1 taktik sistemada o'ynaydi. Bunyodkorda 4 ta himoyachi, Amrobek o'rtada. Ancha pastga tushish kuzatilgan. Bu yil jamoa qadri rosta bor. O'yinga start berildi, bahsni Nasaf boshladi. G'olib G'aybullayev to'g'ri tepmoqchi. Tepdi! Gol urishiga ozgina qoldi. Yomon tepmadi. Ulguradimi, yo'qmi? Mana. Ulgurmasligi ham mumkin ekan. Raqibni urgangan va cho'chiyapti. Bu to'g'ri deb o'ylayman Bunyodkor. Hozir darvoza tomon zarba yo'llandi. Hozir yuqoridan to'p oshirildi. Bunyodkor golga yaqindek edi, zarba non. Jamoadoshlari Suares deb chaqirishdi. Hozir mana Abduvohid bo'lmagan. Bozorovdan mana bunday uzatma. Mana bu zarba yaxshi o'ylandi. Mumkin emas, lekin to'g'ri qarorga keldi. Bozorov oldinga uzatma berdi. Xibay darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqib borishi mumkin. To'pni o'ziga qayta ishladi. Aldamoqchi bo'ldi. Aldadi, zarba berdi. Gol! Ruben Xibay Nasaf tarkibida gol urishni boshladi do'stlar. Taym o'rtasida baribir tajriba o'z so'zini aytayapti. Markaziyga yig'ilgan muxlislarning kayfiyati esa a'lo darajada. Ko'raylik. Mana qarang. Mana qarang. Qayerda turibdi va qanday oshiryapti. Xibay avvaliga to'pni to'xtata olmadi, keyin quvlab yetdi. Mana shu joyida o'sha tajriba bitta o'yinchini aldash bilan birga o'ziga yaqinlashayotgan futbolchini to'sib zarba berib, burchakka darvozaga to'pni tushiryapti. Haqiqatdan ham haqiqiy hujumchilarga xos harakat. Hozir ham zaxirada yangi nomlar bor. Futbolchilarni qattiq boryapti. Hozir Bunyodkor futbolchilarining mana Najmiddin Normurodovdan zarba. Abdurahmatov qanotda, lekin hozir va 2-0mi? Xibaymi, Cheranmi? Cheran bo'sh qolgan darvozaga to'pni kirita olmadi. Harakatlarni alohida e'tirof etish kerak. Mana. Abdumavlon Abdujalilov qutqardi. Olim To'ychiboyev hozir to'p o'yinga kiritilishi bilan hushtak chalib jamoalarini tanaffusga taklif etadi. Kutib ham o'tirmadi. Do'stlar, Nasaf Bunyodkor 1-0. Yaxshi taym. Situlayev maydonga tashladi. Kachorri o'yinning ikkinchi qismini boshlab berdi. Standart Bugarin to'p yonida. Shiroler ham shu yerda. Bunyodkorda legionerlar mana shu standartni amalga oshirib bermoqchi. 3 kishilik joyli devor o'rnatildi. Zarba yo'llandi, to'sin titradi. Bunyodkor qaytayotgandek. Shiroler hozirgi vaziyatda darvozabon ham urmagandi. Zo'r tepdi Martin. Qarang. Aylandi. Usinga tegib qaytmadi, yuqoridan o'tib ketdi. Bu lekin nuqta ham zo'r edi-da. Hozir Nasaf ikkinchi golni urib ketardi. Mana bu yerda Xibay Bozorovga, u darvozaga Abdumavlon Abdujalilov qutqaryapti. 8-raqam Zafar Murod to'pga ulgurdi. Oybek pas berdi. Xibay Oybekka va bu Nasafning jiddiy yurishi edi. Xo'sh, Nasafdan 5 nafar o'yinchi jarima maydonchasida gol urishga yaqin keldi, lekin zarbaga biroz aniqlik yetishmadi. O'yinchilar. Ko'raylikchi. Golning zarbasi. Ikkinchi taymning ikkinchi yarmida maydonga tushirmoqchi bo'lgandir. Qanday tushib bo'lgan bu yerda Bunyodkorda o'zgarish bo'ldi. Bunyodkor hujumga o'tish rejalarini tuzyapti va mana bu pas, birga bir vaziyat. Bunyodkorda ajoyib imkoniyat va gol! Borobar!
yaxshi qahramonga aylanyapti-ku. Tushlarida ko'rib chiqadi bu yigit bu o'yinni. Qarshida chempion darvozasiga maydonga tushishi bilan gol urib ketayotgan yigit 21-raqamdagi Nosirjon Abdusalomov. Juda yosh emas u, lekin bunday katta o'yinlarda o'ynamagan u va o'zini qanday his etyapti. Birga bir chiqib borib, sovuqqonlik bilan Ne'matov uning qarshisida u gol urib ketyapti. Bu yerda Shuhrat Muhammadiyevning tezligi yetmadi. Va Abdusalomov hal etyapti. Sharof Muhiddinov yong'inni alanga oldirish uchun tushyapti. Bozorov zarba berdi, noaniq ketdi. Yaqin burchakka tepdi. Bozorov aylantirib 9likka tepardi odatda. To'g'ridan to'g'ri yopdimi? Amirrabekov yopgan ekan. Endi Sherzod qo'shildi hujumga. Muhiddinov yo'q, Akmal Mazgavoy. Bozorov zarba! Gol! Nasaf raqib darvozasiga juda chiroyli gol urdi. Bugun Oybek Bozorov gol urmasa bo'lmasdi do'stlar. Oybek Bozorov bugun gol urishga haqli edi. Nasaf muxlislari bayram qilyapti. Uni hozir hech kim eshitmayapti. Gol urib, hisobni 2-1 ga yetkazib, Norchayevni qanday o'tib ketyapti. Ikkita o'yinchidan, yana kimdan deng? Odil Hamrobekov hamda Bobur Yo'ldoshevni mana bu tarzda ortda qoldiryapti Oybek Bozorov. Yugurmadi ham. Mana tepdi, joyladi, yotib olib nishonladi. Mana, yotib olib nishonladi. Yugurishga ham kuch qolmagandi. Mana shu golga u butun aqlini, kuchini sarfladi va hal qildi. 2-1 do'stlar. 77da Olimjonov ketdi Muzaffar. Hozir Nasafdan nuqta bo'lardi. Akmal mana bu yerda uzatma va to'xtatmasdan tepadigan nuqta ekan. Akmal uzatadi. 4 daqiqa qo'shildi o'yinga va hozir 2-2! Bu qanday o'yin? Bu qanday Superliga do'stlar? Nasaf hozir o'z imkoniyatlari qurboniga aylanyapti. Bunyodkor hisobni tenglashtirdi. 2-2 do'stlar. Qanday uchrashuv guvohiga aylanyapmiz. Mana yuqoridan to'p oshirildi. Qani. Mana. U bosh bilan to'pni darvoza tomonga yo'lladi. Akmal Mazgavoy to'pni darvozaga kiritib qo'ydi. Ketayotgan bo'lsa, darvozaga to'g'ri yo'nalish Bugaringa yoziladi. Agar noto'g'ri ketayotgan bo'lsa, avtogol bo'ladi. Portlash bo'ladi. Hozir yong'inlar bo'ldi. Portlash bo'ladigan o'yin bo'lmoqda. Yuqoridan to'p oshirildi. Himoyachi qaytardi. Chovich yana oshirdi. Akmal, Bozorov kirib bordi, uzatdi. Bu yoqda kim bor? Muhiddinov, Sherzod. Ichkariga uzatma. Darvozabon qaytardi. To'p yana oldinga tashlandi. Mavlon Abdujalilov to'pni ushlab oldi va Bunyodkor vakili yotib oldi. Endi vaqt cho'zadi. 6-7 nafar o'yinchi jarimadan chizig'i ustida Sharof ko'tardi. Zarba yo'llandi. To'pni aniq ketdi. Erkin zarba. Nosirjon Abdusalomov 83. Va do'stlar, o'yin tugadi. Abdusalom hisobni tenglashtirdi. Bozorov hisobni oldinga olib chiqdi Nasafni va keyin Bugarinning goli durang natijani taqdim etyapti.